Qallam bilan senga uylanganman. Aytib ayollarga shu savolni bermaydigan qilib qo'yaymi matematika orqali. Tasavvur qiling, siz yashaydigan shaharda 3 million aholi bor. Keling, sizni ideal talablaringizni matematik filtrdan o'tkazamiz. Shahar aholisining 50% sizga mos jinsda. Odatda ularning 20% sizga mos yoshda bo'ladi. Endi biz 1,5 millionning 20%ni topamiz. Buning uchun biz 1,5 millionni 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni qandaydir sonni qandaydir foizini topishimiz uchun ana shu sonimizni topmoqchi bo'lgan foizga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, 300 ming kishi qoldi. Sizga o'zingizga mos darajada fikrlaydigan odam kerak. Bundaylar taxminan 10% ni tashkil qiladi. 30 ming kishi qoldi. Ularning ichida sizga tashqi ko'rinishi yoqadiganlari ehtimoli 5% bo'ladi. 1,5 ming kishi qoldi. Dunyo qarashingiz ham mos kelishi kerak albatta. Buning ehtimoli ham 10%. 150 kishi qoldi. Eng og'riqli nuqta. Siz yoqtirgan odam sizni ham yoqtirishi kerak. Bu ham 10%. 15 kishi qoldi. Shok natija. 3 millionlik shaharda sizga har tomonlama mos keladigan bor yo'g'i 15 kishi bor. Bilasizmi bu nima degani? Ko'chada ketayotganingizda sizni chaqmoq urish ehtimoli ideal juftingizni uchratish ehtimolidan ancha yuqori. Mana endi shu joyda buyuk taqdir sahnaga chiqadi. Agar sizni turmushingiz taqdir qilinmaganida, sizlar hech qachon uchrashmasligingiz mumkin edi. Ya'ni sizni juftingiz yerdagi eng noyob matematik topilma. Videoni noyob topilmangizga yuborib qo'ying. Matematikani boshqatdan o'rganish uchun menga obuna bo'ling.